Mahire, san'at bir millat madaniyatining gul tojisi. Shundoq. Axloq bir millatning ma'naviyat angushtiri. Xalq san'at orqali o'z ruhiy dunyosini go'zallik hislariga to'ldirdi. To'g'ri deysiz. Demisimi, bizning xalq naqshlarimiz tariximizdagi qahramon palvonlarimizning jasorat chuqonlari, emgakchan tirishchanlarning emgak naqshlari mana bugungi kunda bo'lsa, xalq naqshlariga aylanganiga o'xshash tariximizda o'tgan pok muhabbatlarning sahibi bo'lib, necha davr yoshlarning ruhiy turikiga aylangan haqiqiy oshiq mashqlarning go'zal kuylarimi mana bugungi kunda hammamiz yoqtirib anglaydigan muhabbatlik xalq naqshlariga aylandi. Xalq naqshlari mangulik hayotiy kuchga ega. O hamon anglag'uchining yurak tarini chekidi. Allah kim